$109 ming dollarga Chilonzorda 23-dahasida joylashgan yangi xonadonimizga kelganmiz. Ko'pchilik 3 xonani 4 xona, 4 xonani 5 xona qilsa, bu okamlar 4 xonani 3 xona qilib qo'ydilar. Kiraverish asosiy eshigimiz kirdik, bu yerda bizani oshxona, zal, holimizni studiyniy formatda qilingan. Juda chiroyli chiqdi. Divanli zona, stol zona, bu yoq tarafimizda bo'lsa oshxonamiz, bemalol ovqat tayyorlab, xullas ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan sharoiti bor. Birinchi xonamiz bu bizani detskiyimiz joylashgan. Keyingi xonalarimizga o'tamiz. Kiraverishimiz ham chiroyli, shkaflar, oynali burchakli qilib qo'yilgan. Bu yerda razdelniy sanuzelimiz, vannasi, kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz, katta spalnamiz, remontlari juda chiroyli stilda chiqdi. Bu yerda ham mana o'zini vstroyniy shkaflarigacha qilingan. Bu yoq tarafimizda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona o'zini balkonga chiqishga VXD qoldirib ketilgan. Chilonzor 23-dahasi Yaponskiy dommi 3-qavatida joylashgan, 94 kvadrat. Shirin chorrahasidan shundoq kirib kelganimizda, mana shu o'zi bitta-ikkita shunaqa dom bor, o'shalardan bittasida joylashgan. Primo joy egalarining telefon raqamlarini shu yerda yozib qoldirdim.